Energetikda rosa ko'p ichganligi uchun 20 yoshli ukamizni ikkita buyragi ishlamay qolibdi. Qaranglar, meni bansaga chaqirishdi. Men o'zim operatsiya bo'lganman, Hindistonda buyrak almashtirganman. O'sha bolani ham iloji yo'q, operatsiya qilish kerak ekan, ikkita buyragi ishlamay qolgan. Faqat operatsiyadan qo'rqyapti ekan. Shuni meni kelib, "Mana men operatsiya bo'lganman, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasiz" deb sal ko'nglini xotirjam qilib qo'ying deb meni chaqirdi doktor. Bordim, o'sha joyda ota-onasi bilan gaplashdim. Eng achinarlisi o'zi bir dona o'g'il ekan. O'zi sartarosh ekan, kuniga 3 tagacha energetik ichardi ekan. Rosa o'rganib qolgan ekan. Sartaroshxonasining yonida do'kon bo'lgan, shu do'kondan kuniga 2 ta 3 tadan doimiy ravishda 2 yil 3 yildan beri ichib kelar ekan. Oxir ilkisidan 2 ta buyragi ishlamay qolibdi. Men o'zimda ham xuddi shu narsa boshimdan o'tgan. Oldin operatsiya bo'lmasimdan oldin Pepsini rosa ko'p ichardim. Mashinamda doimiy yuradigan bo'lib qolgan. Akalarim, yaqinlar bu narsa zarar, ko'p ichmagin bu narsani desa, xo'p deb eshitib yana baribir ichaverardim. Aynan men shu gazli ichimliklardan demoqchi emasman, bu narsa peshonamizga yozgan, taqdirimizda bo'lgan, ko'rganmiz, lekin baribir bitta sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Iloji bo'lsa gazli ichimliklardan butunlay voz kechinglar. Farzandlaringga olib bermanglar. Bu darrov bo'lmasa ham doimiy ravishda ichib yuriladigan bo'lsa, albatta sog'likka zarar yetkazadi. Mana o'sha 20 yoshli ukamizni ota-onasi yig'layapti. Iloji yo'q, buyrak berish kerak, almashtirish kerak, qo'rqyapti ekan. Menga 4 yildan o'tdi, endi umrimizdan bor ekan yashayapmiz, lekin men o'zim ham o'rtoqlarimga ham, shogirdlarimga ham rosa ko'p ichadi, aytaman, xo'p deydi, lekin baribir ichaveradi. Sabab bizda ham xuddi shu narsa bo'lganda, lekin afsuslanib qolmanglar. Men ichmay qo'yganman, taqiqlab qo'ygan, endi o'zi poznada, endi operatsiya bo'ldim. Endi ichmayapmiz-ku, lekin o'zi kech bo'lgan. O'shaning uchun sizlardan iltimos, bunaqa narsalardan voz kechinglar. Rosa ko'p energetik ichadigan do'stlaring bo'lsa, shu videoni tashab qo'yinglar, bunaqa narsalarni darrov ichishni to'xtatsin. Baribir bir kun sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin.